nima eri yo'q ayollar nima qilsin degan savol berish mumkin. Eri bor xotin aytyapti menga, erim bilan yotmasdan men o'sha o'zim qoniqtiraman deb aytyapti. Axir bu kasallik. O'sha kuni telefondan bir ayol bilan gaplashyapman. Umuman erim bilan yotaman, umuman orgazm his qilmayman, hatto yotishni ham xohlamayman, lekin erim bilan yotib bo'lganimdan keyin o'zim orgazm his qilmaganim uchun to'g'risini aytsam, qo'lim bilan ushlab, ishqalab, o'sha narsani qanaqadir massaj qilish orqali men o'sha o'zimni qondiraman degan narsani aniq qilib aytib keldi. Shu 2 yoshli qizchasini aytyapti. Doktorjon, men xavotirlanyapman. Yolg'iz bir joylarga kiradi, borib devorlarning oldiga ishqalanadi yoki bir divanlarning oldiga ishqalanadi yoki yotgan holatda qimirlab ishqalanadi. Iloji boricha yolg'iz qolishga harakat qiladi. Men nima qilishni bilmayapman. Bu nima edi o'zi bu? Yo qurti bormi? Yoki bu boshqa narsami? Nima deysiz doktor deb keldi. Bolamni qurti bormi deb o'ylayapman doktor. Nima qilishni bilmayapman. Juda ko'p holatda shu qo'li bilan o'sha joyiga olib boraveradi. Buni nima qilish kerak deb meni oldimga keldi. Doktor, to'y bo'lishim kerak men. To'yimdan oldin lekin men shunaqangi yotgim keladi. Shunaqa narsani xohlayman. Shunda men qo'lim bilan shu nima deydi, orgazm his qilishga harakat qilaman. Bu narsa gunohmi? Bu narsa nima deb menga to'g'risini aytsam shunaqa savollar kelgan. Bu narsa o'zi fan tilida masturbatsiya deyiladi. Ya'ni o'sha jinsiy qoniqishni qaysidir yo'llar orqali bosish deyiladi bu narsa. Bu narsa qachonki ayolda gormonlar muvozanatining buzilishidan, ya'ni nima deydi, me'yordan oshib ketishidan paydo bo'ladigan narsa hisoblanadi. Aslida jinsiy hayot bu normada bo'lish kerak, o'shani normadan oshib ketishi. Ayolda masalan, erkakda, qizlarda, yosh bolalar o'zi nima qilayotganini tushunmaydi. Lekin ular o'sha narsadan qanaqadir bir lazzat olish yoki bo'lmasa qanaqadir bir nima deydi, yaxshi narsani his qiladi, tuyib qoladi, o'sha narsani qilishni xohlaydi. Men o'sha ayolga ham yoki telefon qilgan ayolga ham men mana shu narsada nima deydi, to'g'ri yondashuvni taklif qildim. Yosh bolalarda agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa, uni iloji boricha ko'pchilikda ichiga qo'shish kerak. Chunki u hech kim yo'q joyda shu ishni qilishga harakat qilyapti-ku, masalan, to'g'rimi? Masalan, yosh katta ayollarda bo'ladigan bo'lsa, ularda ham o'sha qaysidir nima deydi, kun tartibini o'zgartirish kerak. Masalan, ilmga yosh katta bo'lsa ham mayli, kitob o'qishga yoki piyoda yurishdi, masalan, sog'lom turmush tarzini, sportga qatnashishdi, fitnes zallarga borishdi, masalan, mana shu ilm olishdi, masalan, taklif qilish mumkin. Ya'ni bo'sh vaqtni qoldirmaslik kerak. Ikkinchi, masalan, balog'atga yetayotgan qizlarga juda ham ehtiyot bo'lish kerak bu narsaga. Chunki o'sha balog'atga yetayotgan qizlarda hattoki o'sha barmoq orqali o'sha qin yo'llarini, masalan, qaysidir darajada zarar ham berib qolishi mumkin. Ularga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Yosh bolalarda bog'chaga, maktabga, ko'pchilikka, ko'pni orasiga qo'shish kerak. Bu nima desam bo'ladi? Me'yordan agar oshib ketadigan bo'lsa, bu narsani qilish o'sha odamda me'yordan oshib ketadigan bo'lsa, ertaga bu psixologik o'zgarishlarga olib keladi. Ruhiy zo'riqishlarga, ruhiy buzilishlarga olib keladi. Bu narsa to'g'risi keyin qaytarish umuman qiyin ham bo'lib qoladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l buni, agar bu narsani o'zi bu mavzuni olib chiqish kerakmi degan savol bo'lishi mumkin-da. Kerak. Chunki meni oldimga ko'p bunaqa odamlar kelyapti. Onalar buni farzandiga tushuntirishi kerak. Chunki bu hamma joyda aytiladigan narsa emas. Hamma joyda bildiriladigan narsa emas. Boyagi gaplar borki, yozilgan va yozilmagan qonunlar deymiz-ku, xuddi shunga o'xshab bu qaysidir qog'ozga uriladigan gaplar. Lekin buni biza aytmasak, men masalan sizga tushuntirmasam hozir, yoki bo'lmasa qaysidir ayol meni eshitib o'tiribdi, balki shu odat o'sha ayolda bordir. U narsani nima ekanligini bilmasa masalan, unga kim aytadi? U hech kimga uyolganini aytolmaydi-ku. Yoki yosh bola o'sha qilayotgan ishini bilmaydi, aytolmaydi-ku. Shuning uchun ilojimiz yo'q. Shu mavzuni ko'tarishga, shu mavzuni aytishga biz majburmiz. To'g'risi, hali men unaqa narsalar ko'rmaganman. Vibratorlar chiqqan. Mana shunaqa vibratorlar bormi, doktor? Shuni biz foydalansak bo'ladimi? Shundan mazza qilish mumkin ekan. Shundan bir nima edi? Shundan foydalansa bo'ladimi degan savollarni berishgan. To'g'risi, bunaqa narsa bo'yicha o'zi aslida androlog fiziopatologlarga murojaat qilish kerak, o'zi ayollarimiz. Lekin bu narsa baribir me'yordan oshdimi, ruhiyatga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun unaqa vibratorlar bilan, unaqa har xil asbob uskunalar bilan nima deydi, qanaqa nozik joy,
qanaqa u nima deydi bir nima deydi uni o'ziga yarasha mikroflorasi bor, o'ziga yarasha u nima deydi muhitga ega bo'lgan joy. Unga har xil narsalarni tiqish orqali, har xil narsalar ishlatish orqali ertaga umuman boshqa yomon kasalliklardan ham keltirib chiqarish mumkin. Masalan, orgazmni siqilaman deb nimadirlar qilib, undan battarroq narsani keltirib chiqarish mumkin.